Do'stlar, qadrdonlar, 2025-yil 12-sentyabr Kirepson olmalari. So'ygan mevalar juda ham zo'r. Bizda Farg'ona viloyatida yomg'irlar yog'magani uchun, nam havo bo'lmagani uchun olmalar asli bu holatda pashti pishdi, lekin rang olmadi. Mana ko'rib o'tishlari mumkin. Sal o'charib ketyapti, to'kilib ketsa uzmaymiz, turgizamiz desak to'kilib ketib qolyapti olmalarimiz. 6-2 sxemada ekilgan bog'. Hosildorligi yilda zo'r. Nishonchi ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz. Endi buni dengiz sathidan jichi yuqori joylarda, sovuq hududlarda ekishlarni tavsiya qilaman, chunki sovuq hududlarda olma juda ham stakanchik, plus ranglari ham zo'r bo'ladi. Olma o'zi asli zo'r mevaga mana ko'rinib turibdi o'zi. Lekin bor, kalibrlari ham zo'r. Shunaqa nam havo bo'lmadi. Endi biz o'zimiz paytda bitta sxema o'ylab traktorda ertalablar sevib ko'rdik, baribir effekt bermayapti. Effekt bermadi. Suv sepsak ham namlikni ko'paytiramiz, eplaymiz desak ham bo'lmadi. Endi tajribalardan biri bu ham. Lekin olmalar juda ham zo'r holatda, ideal holatda turibdi. Mana ko'rib o'tirasizlar. Bemalol hammasi quyib olgan. Lekin hozirgi kunda bozordagi olma narxlari ham shu holatdagisi 15.000 so'm. Lekin biz ularda 11.000 so'mdan sotdik. Birinchi uzumini tagiga to'kilganlar 3.000 so'm. Nargis aka, u naqdan. Star Kirepson. Mevalar lekin yaxshi holatda olingan. Orvela. Opkeliston kartikalarni hammasini shaqqa. Yo'q qilyapti. Qaniysiz? Yo'q. Qo'yingchi, qo'ying. Siz olmayman, xijolat bo'lmang. Shuncha olma turganda siz olma. Bo'ldi aka, qo'ying. Birinchi terimlar.